Yo'l o'rtasiga shilg'a blok qo'ygan haydovchi izlanmoqda. To'rtko'l tumanining Samarqand ko'chasida noxush hodisa sodir bo'ldi. Damas rusumli avtomashina haydovchisi yo'lning o'rtasiga shilg'a blok qo'yib joyidan ketgan. Oradan ko'p o'tmay ushbu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Larbus rusumli avtomobil to'siqni sezmay ushbu shilg'a blokka urilgan. Hodisa oqibatida avtomashinaga jiddiy zarar yetgan. Eslatma: yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga ko'ra, avtomobil yo'llariga, ayniqsa harakat qismiga begona jism yoki to'siq qo'yish qat'iyan man etiladi. Yil 15-noyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Samarqand ko'chasiga o'rnatilgan havariq ustiga ushbu haydovchi davlat raqam belgisi 95K946NA bo'lgan Damas rusumli avtomobil to'xtab turib yo'l o'rtasiga shilg'a blok qo'yganligi video kamerada aks etgan. Natijada Larbus rusumli avtomobil yo'l transport hodisasiga uchragan. Shilg'a blokni yo'l ustiga qo'yganligini haydovchining o'zidan eshitsak, nima sababdan yo'lga qo'ydingiz? Havariqning ustidan qo'yganimning sababi yo'lda mashinalar kelib sekkiradi. Men o'zime üstünden bir sekkelab o'tdim. Shu sababdan bir gatılan mashinalara, bir haydovchilara bir oyoq bo'lishligi uchun yo'l chekkasida turgan bir dana shilg'a blokga kelib yo'lning o'rtasına qo'ydim şöyle bir görüp aslan pejayib o'tsinlar deb bir zarar görmeyin. Hozirda To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.